Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan Markaziy Osiyoning eng go'zal davlatlaridan biri Qirg'iziston bo'ylab sayohat qilamiz. Bu yurt osmono'par tog'lari, moviy ko'llari, yashil yaylovlari va sof tabiati bilan dunyoni hayratda qoldiradi. Ko'pchilik Qirg'izistonni tog'lar mamlakati deb ataydi, chunki mamlakat hududining katta qismlari ulkan tog'lardan iborat. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugun Qirg'izistonning eng chiroyli joylari haqida bilib olasiz. Tasavvur qiling, bulutlarga tegib turgan oppoq tog'lar, shamolda tebranayotgan yashil yaylovlar, ko'zgudek tiniq ko'llar va tabiatning mutlaq sukunati. Mana shu Qirg'iziston. Qirg'izistonning eng mashhur joylaridan biri Issiqko'l. Bu ko'l dunyodagi eng katta tog' ko'llaridan biri hisoblanadi. Eng qizig'i, qishda ham muzlamaydi. Shu sababli unga Issiqko'l nomi berilgan. Ko'l atrofi esa haqiqiy jannatga o'xshaydi. Bir tomonda qorli tog'lar, ikkinchi tomonda moviy suv. Quyosh botayotgan paytda esa bu manzara ertakdek ko'rinadi. Ko'pchilik sayyohlar aynan shu joyga dam olish uchun keladi. Bu yerda odam o'zini tabiat bilan yolg'iz qolgandek his qiladi. Qirg'iziston faqat ko'llari bilan emas, tog'lari bilan ham mashhurdir. Tianshan tog'lari bu mamlakatning faxri hisoblanadi. Ba'zi cho'qqilarning balandligi 7000 metrga yetadi. Tasavvur qiling, siz tog' yo'llaridan yuribsiz. Atrof jimjit, faqat shamol ovozi uzoqdagi sharshara shovqini eshitiladi. Shunday paytda inson shahardagi shovqinlardan qanchalik charchaganini his qiladi. Qirg'izistonning yana bir ajoyib joyi So'nko'l. Bu baland tog'lar orasida ulkan ko'l. Bu yerga borgan odamlar o'zini boshqa dunyoga tushib qolgandek his qiladi. Yoz faslida bu yerda yashil yaylovlar cheksiz gilamdek yoyilib ketadi. Ot minib yurgan odamlar, oq o'tovlar, milliy hayot tarzi. Bularning barchasi Qirg'izistonning madaniyatining bir qismi. Ayniqsa tong paytida So'nko'l manzarasi juda ham chiroyli. Quyosh tog'lar ortidan chiqayotganda ko'l yuzasiga oltindek tovlanadi. Qirg'izistonning tabiatning hayratlanarli tomoni uning sofligi. Bu yerda hali ham inson qo'li tegmagan joylar juda ko'p. Ko'plab sayyohlar aynan shu sabab bu davlatga keladi. Chunki bu yerda tabiat hali ham o'zining asl go'zalligini saqlab qolgan. Bu joylarda internet ham ishlamaydi, lekin odam o'zini baxtli his qiladi. Sababi baxt ba'zan tabiat qo'ynidagi oddiy sukunatda yashirin bo'ladi. Qirg'iziston sharsharalari ham juda mashhur. Tog'lardan oqib tushayotgan muzdek suvlar nihoyatda go'zal manzara hosil qiladi. Ayniqsa yoz kunlari bu joylar odamga tetiklik beradi. Havo shu qadar tozaki, chuqur nafas olgingiz keladi. Qirg'izistonning yana bir mashhur joyi Alla-Archa milliy bog'i. Bu yer Bishkek shahri yaqinida joylashgan. Bu joyga kelgan odamlar ulkan tog'lar orasida o'zini juda kichkina his qiladi. Qorli cho'qqilar, muzliklar va yashil vodiylar bir joyda uyg'unlashgan. Ko'plab bloger va sayyohlar aynan shu yerda video va suratlar olishadi. Agar siz tabiatni yaxshi ko'rsangiz, Qirg'iziston sizni albatta hayratda qoldiradi. Bu davlatning har bir manzarasi xuddi postkart yoki film sahnasiga o'xshaydi. Ba'zan inson shunday joylarga borish kerakki, u yerda faqat tabiat ovozi eshitilsin, telefon emas, mashina signali emas, faqat shamol, suv va tog'lar. Qirg'iziston ana shunday joylardan biri. Shuning uchun ham bu davlatga bir marta borgan odam yana qaytishni xohlaydi. Agar siz ham tog'lar, ko'llar va sof tabiatni yaxshi ko'rsangiz, bir kun albatta Qirg'izistonga boring. Ishoning, bu manzaralarni ko'rib siz ham hayratda qolasiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va yana shunday qiziqarli videolarni kutib qoling. Ko'rishguncha xayr.